Hadisiy tahlil oddiy kasrlardan ekan. Xo'p, A va B o'zaro tub sonlar bo'lsa, demak mana bu nisbat o'rinli bo'lsa, A plus B ning qiymatini toping debdi. Demak nima qilish kerak? A va B o'zaro tub son bo'lsa, demak mana bularni qisqartirishimizga to'g'ri keladi. Shu vaziyatda A ni B ga nisbati 84 bilan 204 menimcha 21 ga qisqartirsak o'rinli bo'ladi. 21 ga qisqartiradigan bo'lsak, 84 ni 21 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 4. 204 ni xo'p 21 ga bo'lib bo'ladimi? 204 ni 21 ga bo'lib bo'lmas ekan menimcha. Xo'p, bularni 4 ga qisqartirib ko'radigan bo'lsak, 84 4 ga bo'linganda 21 bo'ladi. Mana buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 51. Endi kelasi 3 ga bo'linishi aniq bo'ldi. 3 ga bo'ladigan bo'lsak bu 7 bo'ldi, bu 17 bo'ldi. Demak 7 taqsim 17. Mana endi A taqsim B ning umumiy ko'rinishi ma'lum bo'ldi. A va B o'zaro tub son deganligi uchun, demak A ni 7, B ni demak 17 oladigan bo'lsak, ularning yig'indisini toping degan savol qo'yishgan. Demak 7 ga 17 ni qo'shadigan bo'lsa 24 bo'ladi. Demak D javob topsak bo'lar ekan. Kasrni qisqartiring deyilgan. Demak kasrni qisqartiradigan bo'lsak 45 bilan qisqarish kerak. Mana 72 bilan 96 24 ga qisqartirib olsak bo'ladi. Mana bu yerda 3 qoladi, mana 4 qoladi. Mana bu 4 bilan 84 ham ketaversin, mana 21 qolsin. Xo'p, mana bu 21 bo'lsa, mana 3 ham qolmadi. Yo'q, mana 3 turibdi. Mana bu 3 bilan mana bu 36 ketsa, mana 12 qoladi. 12 bilan xo'p, mana bu 21 ketdi. Mana bu yerda 4 qoldi, mana bu 7 qolar ekan. Endi mana bu yerda 45 bilan, demak, mana bu 48 turibdi. 45 bilan 48 3 ga qisqarsa, mana bu yerda 16 qoladi, mana bu yerda 15 qoladi. Umumiy qiymatimiz 15 ko'paygan 7 taqsim 4 ko'paygan 16 bo'ladi. 15 ni 7 ga ko'paytirsak 105, 4 ni 16 ga ko'paytiradigan bo'lsak 64 bo'lar ekan. Bu javob A ga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, quyidagi kasrlarning nechtasi qisqarmas degan savol berishibdi. Demak, 13 taqsim 47. Bu ikkalasi nechaga qisqarishi mumkin masalan desa? 13 taqsim 47 bo'lsa, tekshirib chiqish kerak endi bu misol. Nechtasi deyapti? Qisqaradiganlarni hozir ko'rib chiqaylik. Mana bu qisqaradi bu 10 ga, mana bu 13 ga qisqaradi. Mana bu 1001 taqsim 7, bu ham demak mana shu 1001 ga qisqaradi. 3 ta qisqardi, nechtasi qisqarmas degan. Mana bu 13 taqsim 47 qisqarmas ekan, xolos A javob topsak bo'lar ekan. Xo'p, navbatdagisi mana bunday ko'rsa kelgan, demak birinchi qavslar uchun ishlab olish kerak. 2 dan 1 da ayiradigan bo'lsak 1, 3 bilan 4 ga mahraj demak 12 bo'ladi. Mana bunga 4 ta, bunga esa 3 ta tegar ekan. Demak 4 minusdan 9 bo'lib 1 butun minusdan 5 taqsim 12 yoki umumiy qiymatimiz 7 taqsim 12. Mana birinchi qavsdan chiqqan natija. Ana endi buni hisoblaydigan bo'lsak 1 butun 7 bilan 2 ga mahraj 14 bo'ladi. Bunga 2 ta tegadi, bunga 7 ta tegadi. 2 kara 3 6 plusdan 7 bo'ladi. 1 butun 14. Xo'p, 6 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 13 bo'lar ekan. Natijada 27 taqsim 14 bo'lar ekan. Demak, buni 27 taqsim 14 ga ko'paytirsak, bu bilan bu ketsa, mana 2 qolar ekan. 27 bilan 12 ni 3 ga qisqartirsak, mana 9, mana 4 qolar ekan. Javobimiz demak nima bo'ladi? 9 taqsim 8 ga teng bo'ladi. Endi buni aralash kasr ko'rinishda 1 butun 1 taqsim 8 deb olishimiz ham mumkin. Javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, mana bu misol, bu ajoyib misol bu. Yaxshilab e'tibor beringlar. Nima qilish kerak? Mahraj bir xillarda guruhlab olsak bo'ladi. Masalan, mana bu 2 bilan, demak qayerda 2 bor? Mana yerda 2 bor ekan. Mana shu ikkalasini bitta qo'ysak, mana demak nima bo'ladi? 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2 ni qo'shadigan bo'lsak, mana qaranglar, 2 butun 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2 ni qo'shadigan bo'lsak,
Xo'p, mana bu ikkalasi yig'indisi 1 bo'lib turib, bu qiymatimiz 3 ga teng bo'ldi. Shuning uchun buni ustiga chizib yuboramiz. Endi bu kerak emas. Mana bu mahraji 3 bo'lganlarida tanlab oldim. Mana e'tibor beringlar. Demak, 1 taqsim, demak 3 plyusdan 2 taqsim 3. Bunimiz 3 taqsim 3 bo'lib, bu ham 1 ga teng. Shuning uchun bularni ham ustiga chizib yuboramiz. Xo'p, navbatdagisi 3 taqsim 4 bunga sherik mana. Xo'p. Demak, 3 taqsim 4 ga qo'shamiz 3 butun 1 taqsim 4 ni. Mana bu ikkalasi yig'indisi 1 bo'lib, demak buni qiymati 4 ga teng. Xo'p, bu bilan demak bu ham qisqarib ketdi. Mana bu bilan buni hisoblaydigan bo'lsak, 4 taqsim demak 5 ga qo'shamiz 3 butun 1 taqsim 5 ni. Bu ikkalasi yig'indisi 1 bo'lib, demak 4 chiqdi. Xo'p, xulosamiz, demak bular ham ketdi. Bitta 3 bor ekan. 3 ga qo'shamiz. Bu ikkalasining qiymati 3 chiqqan ekan. Demak, bu ikkalasining qiymati 1 chiqqan. Bu ikkalasining qiymati 4 dan 8 bo'lgan ekan. Xo'p, mana buni yig'indisi 7, 7 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak, 15 degan javobga erishar ekanmiz. Hop, navbatdagi misolimiz. Mana bu aralashkasilarni to'rt kasrga aylantirib olsak, 3 kere 2 6, 1 ni qo'shsak 7 taqsim demak 3 ko'paygan, 3 kere 2 5 taqsim demak 3 minusdan, xo'p, 3 kere 2 6, 8 taqsim demak 3 minus ko'paygan. Xo'p, buni aylantiradigan bo'lsak 4 taqsim mana bunday ko'rishda 3. Mana ko'paygan 2 taqsim demak 5 plyusdan 1 taqsim 2. Xo'p, hisoblab olamiz. Hisoblasak 7 kere 5 35 demak 35 minusdan 4 kere 8 32. Taqsim mahraj 3 3 bo'lganligi uchun 9 bo'ldi. Xo'p, ko'paygan 2 bilan 5 ga mahraj 10 bo'ladi. Mana bunga 2 ta tegadi, bunga 5 ta tegadi. 2 kere 2 demak 4 plyusdan 5. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, natijada 35 dan 32 ni ayiradigan bo'lsak, xo'p, demak nima bo'ladi? 3 taqsim demak 9 ko'paygan, 4 ga 5 ni qo'shsak 9 taqsim 10 bo'lar ekan. Qisqarib ketib 3 taqsim 10 degan javobga erishib qolyapmiz. Demak, A javob. Xo'p, navbatdagi misollar, mana buni qaranglar. Demak, buni men 1 taqsim 1 ko'paygan 2 plyusdan 1 taqsim 2 ko'paygan 3 plyusdan 1 taqsim 3 ko'paygan 4 plyusdan 1 taqsim 4 ko'paygan 5 desam, zanjirli kasr 1 minusdan 1 taqsim 5 bo'lib turib, demak javobimiz 4 taqsim 5 ga to'g'ri kelib qolar ekan. Demak, A javob. Xo'p, navbatdagisi misol, qaysi javobdagi kasrning qiymati boshqalarga teng emas degan savol beribdi. Endi bu yerda qisqartirib chiqish kerak, to'g'risi. Buni o'zlaring ham ko'rsalaring bo'laveradi. Endi qaysi biri teng emassa, shu qisqartirish kerak. Demak, 3 tasi teng bo'ladi, bittasi teng bo'lmay qoladi. Xo'p, mana bu misolga o'tadigan bo'lsak, 4 ko'paygan 7 taqsim demak 4 plyusdan 3 ko'paygan 8 taqsim 3. Qavs yopilgan ko'paygan 5 taqsim 3. Men bularni to'g'rilab ketdim misolda. Qisqarib ketdi. 7 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsam, 15 ko'paygan 5 taqsim 3. Bu bilan ketsa 5 qoldi. 5 kere 5 25 ga to'g'ri kelar ekan. Demak, bu javob C javob. Xo'p, navbatdagisi yig'indiga teskari sonni toping degan. Oldin yig'indan hisoblab olish kerak. Butun butunga bo'lsa, demak 2 2 ni qo'shadigan bo'lsak 4. 3 bilan 4 ga mahrajimiz 12 bo'ladi. Bunga 4 ta, bunga 3 ta tegadi. 4 kere 1 demak 4 plyusdan 3 kere 3 9 bo'lar. Natijada 4 butun 13 taqsim 12 bo'ldi. Xo'p, ana endi bu noto'g'ri kasrga aylantirsak 4 ta 12 miz 48 bo'ldi. Mana bunday 48 plyusdan demak 13 taqsim 12 bo'lib, 48 ga 13 ni qo'shadigan bo'lsak, xo'p, nima bo'ladi? Demak 1, xo'p, 5 u 61 taqsim 12 bo'lib, mana buni qiymati 61 taqsim 12. Endi bunga teskarisi 12 taqsim 61 bo'lar ekan. Demak, D javob. Xo'p, navbatdagi misolimiz mana bunday ko'rinishda kelgan. Kasrlar uchun eng kichik umumiy mahrajni toping degan. Demak, buni misollarga qanaqa usul qo'llasak bo'ladi? Masalan, 24 degani o'quvchilar qanaqa bo'ladi? 24 8 kere 3, ya'ni 3 dan bitta, 2 dan 3 ta. 84 degani 84 sonimiz 4 ko'paygan 21 bo'lsa, 2 dan 2 ta, 3 dan bitta, 7 dan bitta bo'ladi ekan.
65 ko'paygan 12 desak yoki 4 ko'paygan 15 desak, 4 ko'paygan 15imiz 2 dan bitta, 3 dan bitta, 5 dan bitta. Umumiy mahraj olish uchun bularga ekuk topish kerak. Ekuk demak 3 dan 2 dan 2 ta, 2 dan 3 ta, 2 dan 2 ta. 2 dan 3 ta 8. Demak, ikkilarni hal qilib olganligim uchun ustiga chizib tashlayman. 3 dan bitta, 3 dan bitta, 3 dan bitta. Demak, 3 dan bitta, 7 dan bitta bularda yo'q. 7 dan bitta, 5 dan bitta. Ko'paytirsak javobga erishar ekanmiz. Ko'paytmamiz 21. Xo'p, 8 kara 5 40. 40 ni 21 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 840 degan javobga erishar ekanmiz. Demak, javob 840 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, sonlarni o'sish tartibida joylashtiring degan savol kelibdi. Demak, bunga yechim beradigan bo'lsak, qarang 15, 45, 75. 75 ga olib kelishga harakat qilamiz. A teng 75 qilish uchun 5 ga ko'paytirsak nima bo'ladi? 35 taqsim 75. B sonimiz esa 45 bo'lsa, 45 ni 75 ga olib kelib bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu joyda birozgina orqaga qaytamiz. Xo'p, bu yerda birinchi bo'lib umumiy mahraj tanlab olishimiz kerak ekan. 15, 45, 75 sonlar uchun umumiy mahrajimiz menimcha 300 ga to'g'ri kelar ekan. 300 ga to'g'ri keladigan bo'lsa, mana buni 20 ga ko'paytirishimiz kerak. 140 taqsim 300. Xo'p, buni mana bunimiz 300 ga kelmaydi endi, to'g'rimi? Xo'p. Oldin mahraj topa oladigan bo'lsak bularga. Ertamatanda juda ko'p adashyapman. Xo'p. Nima qilsak bo'ladi? 15 bilan 75 ga 15 bilan 75 ga 45 bo'ladi. Shuncha ikkalasiga umumiy mahraj topib ko'ramiz. 75 degani 3 ko'paygan 5 dan 2 ta degani. 45 degani 45 degani. Xo'p. 5 ko'paygan 5 ko'paygan 3 dan 2 ta bo'ladi. Demak, umumiy mahraj 9 ko'paygan 25 bo'ladimi shunda? Xo'p, umumiy mahraj nima bo'lar ekan desa, 9 ko'paygan 25 bo'lar ekan, ya'ni 3 dan 2 ta. Bu esa 225 ga to'g'ri keladi. 225. Xo'p, 15 ta ko'ramiz ekan bunga. Demak, 105 taqsim 225. Buni xo'p, 5 ta ko'rar ekanmiz bunga. 5 ta ko'radigan bo'lsa, 5 dan 9imiz 95 bo'ladi. 95 taqsim 225. S sonimiz esa xo'p, 3 ta ko'radigan bo'lsak, to'g'ri keladi. 3 ta 37imiz 100 xo'p 11 bo'ladimi? 111 taqsim 225. Xo'p, ana endi qarang, hammasini mahrajlari tenglashdi. Endi o'sish tartibida joylashtirib boshlaydigan bo'lsak, xo'p, nima bo'ladi? O'sish tartibida eng kichik sondan eng katta songacha bo'ladi. Bu yerda surat kichigi B bo'lganligi uchun B dan katta ekan. Xo'p, keyin qaysi bo'ladi desa A, keyin esa S bo'ladi. Bu esa A javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, mana bu misolni ishlaydigan bo'lsak, yaxshilab e'tibor beringlar. Birinchi navbatda minusdan 7, minusdan minus 12 ni minus 4 ga bo'ladigan bo'lsak 3 bo'ladi. Demak, minus 3 taqsim. Xo'p, nima bo'lyapti? 20 ni minus 2 ga bo'ladigan bo'lsak minus 10 plyusdan demak 5 bo'lar ekan. Xo'p, natijada suratimiz minus 10 taqsim demak minus 5 bo'lib 2 degan javobga erishib qoldik. Bundan keyingi misolga e'tibor qaratinglar. Tenglik o'rinli bo'lsa, xo'p, demak A ni qiymatini toping degan. Oldin qisqartirib olishimiz kerak bu bilan buni. Qisqartiradigan bo'lsak, demak 6 ga qisqaradi bular. Yo'q, 12 ga ham qisqarar ekan. Demak 12 ga qisqartirsak 2 taqsim 3, demak A taqsim 75 bo'ldi. Buni bu tomonga proporsiya qilsak, A'miz 2 ko'paygan 75 taqsim 3 bo'lib, bu bilan bu qisqarsa 25 bo'ldi. 25 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 50 bo'ladi. Demak, A sonimizning qiymati 50 ga teng ekan. Xo'p, mana bu misolga o'tadigan bo'lsak, asosiy kasr chizig'i, demak bunga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 2 taqsim 3 bo'lingan 4 plyusdan 3 ni demak bo'lishimiz kerak ekan 12 taqsim 7 ga.
Bo'lishlarni ko'paytirishga aylantirsak 2 taqsim 3 ko'paygan 1 taqsim 4 plyusdan 3 ko'paygan 7 taqsim 12 bo'ldi. Qaranglar, bunimiz nima bo'ladi? Bu joyda demak 3 taqsim 12 plyusdan 3 kere 7 21 taqsim 12 ko'pchilik qisqartirib yuboradi. Yana umumiy mahraj berishga to'g'ri keladi. Shuning uchun qisqartirmadik. 3 ga 21 qo'shadigan bo'lsak 24 taqsim 12 bo'lib 2 degan javobga erishib qolamizmi? Xo'p, bir tekshirib ko'ramiz hisob kitobimizni. Amatda 2 degan, men 3 yozib olgan ekanman. 2 bo'lsa 23 bo'ladi bu narsa. 23 bo'lsa 23 taqsim 12 miz o'quvchilar 2,11 taqsim 12 ga to'g'ri keladi. 1,2 ketyapti yana. S javob bo'lar ekan. Xo'p, navbatdagi misol, demak, oldin surat hisoblab olishimiz kerak. 4 3 9 ga mahraj 36 bo'ladi. Xo'p, 36 bo'ladigan bo'lsa, bunga nechta tegadi? 9 ta, demak 9 plyusdan bunga 12 ta plyusdan bungacha 4 ta minusdan bungacha esa 36 ta tegadi. Taqsim past hisoblasa 2 bilan 3 ga mahraj 6 bo'ladi. 6 bo'ladigan bo'lsa bunga 3 ta tegadi. Demak 3 plyus bunga 2 ta tegadi, minusdan bunga 6 ta tegadi. Hisoblaymiz. 9 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak 21 bo'lar ekan. Demak 21 ga 4 ni qo'shsa 25 bo'lar ekan. 25 dan 36 ni ayirsak 11 bo'lar ekan minusdan. Minus 11 taqsim 36 taqsim 3 ga 2 ni qo'shsak 5 bo'lar ekan. 5 dan 6 ni ayirsak minus 1 taqsim 6 bo'lar ekan. Shunda mana minus bilan bu minus ketib 11 ko'paygan 6 taqsim 36 bo'lar ekan. Bu bilan bu qisqarsa bitta 6 qolib, javob 11 taqsim 6 ga to'g'ri kelar ekan. Endi 11 taqsim 6 degan javob A javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p. Undan keyingi misol 5 taqsim 4 soni 25 taqsim 8 sondan necha marta kichik degan. 5 taqsim 4 soni 25 taqsim 8 sonidan necha marta kichik. Demak 25 taqsim demak 8 ni bo'lib ko'ramiz ekan 5 taqsim 4 ga. Xo'p, natijada 25 ko'paygan 4 taqsim 8 ko'paygan 5 bo'ldi. Bu bilan bu qisqarsa 2 qoldi. Bu bilan bu qisqarsa mana 5 qoldi. Demak javob 5 taqsim 2 marta kichik bo'lar ekan. Undan keyingi misol A natural son uchun A taqsim 97 ko'rinishdagi to'g'ri kasrlar nechta desa, demak 97 bo'lsa noto'g'ri kasr bo'ladi. Shuning uchun A ning qiymati demak bor yo'g'i 96 ta bo'ladi. Demak bu esa B javobga to'g'ri keladi. Undan keyingisi shu tenglikni qanoatlantiruvchi natural sonlar nechta degan, ya'ni x nechta natural qiymati bor degan. Mahrajda 60 ga olib kelishimiz kerak. Demak buni 5 ga ko'paytirsak 25 taqsim 60 dan katta ekan, x taqsim 60 kichkina ekan. Demak 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 51 taqsim 20 dan. Demak x sonimiz tegishli bo'ldi. 25 dan o'quvchilar 51 gacha 51 kirmaydigan bo'lsa, mana shu joyda mana bu yerda 50 dan boshlanadi. 50 dan bo'lsa 25 ham kirmasa, demak 25 tasi qoladimi shunda? Demak 25 dan 51 gacha bo'ladigan bo'lsa, demak bu joyda 25 tasi qanoatlantiradi. Chunki boshdan 25 tasi ketsa 26 dan 50 gachasi qolar ekan. Shuning uchun javob B bo'lar ekan. Xo'p, undan keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, o'quvchilar, undan keyingi misolimiz kasrning qiymati 0 ga teng, B soni kasr qiymati 1 ga teng bo'lsa, A plus B ning qiymatini top. Demak, A minusdan 5 taqsim 7 ning qiymati 0 ga tenglasangiz, A sonisi qiymati 5 ga teng. B minus 3 taqsim 5 ning qiymatini 1 ga tenglasangiz, B minus 300 teng bo'ladi ekan 5 ga. Va B soni 8 ga teng bo'ldi. Endi A plus B ning qiymatini topsa, 5 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsangiz, 13 ga teng bo'lyapti. S javobga teng. Xo'p, navbatdagi testga o'tadigan bo'lsak, sonlarni o'sish tartibida joylashtiring degan. Demak 3, 5, 6 uchun mahraj menimcha 30 bo'ladi. Ya'ni bularga ekuk topish kerak 30 bo'lsa.
Demak, boshladik. 30 ga keltiramiz. 30 ga keltirishimiz uchun, demak, 30 taqsim 10 ga ko'paytirsak 230 bo'lar ekan. B sonimizni ham 30 ga keltirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, demak, 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Shunda 30 taqsim 6 ta 37 miz. Xo'p, 180 ni 42 bo'ladi. Natijada 222 ga to'g'ri kelar ekan. Shunda. Xo'p, undan keyingisi S soni bo'ladi. Demak, 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, 5 tamiz 30 taqsim 41 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 205 ga to'g'ri keldi. Endi bu yerda suratlar teng bo'lgandan keyin mahraji kichigi bularning kattasi bo'laveradi. O'sish tartibida joylashtiring deganligi uchun qaysi biri mahraji katta bo'lsa, o'shani birinchi yozishimiz kerak. Demak, bu yerda A yozilar ekan, undan keyin B, undan keyin S bo'lar ekan. Demak, A, B, S degan javob A javobda keltirilyapti. Xo'p, e'tibor beringlar, mana bunday ko'rishdagi misol. Demak, buni tagidan mana buni oldin hisoblab olishimiz kerak. Hisoblasak, 1 plyusdan 1 taqsim 2 plyus 1 taqsim 3 kara 4 12. 12 ga 1 ni qo'shsak, demak 13 taqsim 4 bo'ldi. Natijada 1 plyus 1 taqsim 2 plyusdan 4 taqsim 13 bo'ldi. Natijada buni bunga ko'paytirib buni qo'shadigan bo'lsak, 1 plyusdan 1 taqsim 2 ta 13 26, 4 ni qo'shadigan bo'lsak 30 taqsim 13 bo'ldi. Natijada 1 plyusdan 13 taqsim 30 bo'ldi. Xo'p, nima bo'ladi? 43 taqsim 30 degan javobga erishar ekanmiz. Xo'p, ana endi mana bu tomondagi zanjirli kassalarda ham ishlab olishimiz kerak, kuzatuvchilar. Demak, 1 minusdan 1 taqsim 100 bo'lib qoladi. Demak, 99 taqsim 100 degan javobga erishib olamiz. S javobda kelyapti. Xo'p, mana bu misollarda demak, mana buni qiymatini, demak, nima qilish kerak? X deb shu x topish kerak. Ikkalasini qo'shib o'ramiz. Bular ikkalasi mahraji bir xil bo'lganligi uchun nima bo'ladi? Qo'shadigan bo'lsak, 17 plyusdan demak 5 taqsim 11 plyusdan 9 plyusdan 4 taqsim 13 plyusdan 21 minusdan 2 taqsim 19 teng A plyusdan x bo'ldi. Mana bu 22 bo'ldi. 22 ni 2 ga 11 ga bo'lsak 2 plyusdan mana bu yig'indi 13, 13 ni 13 ga bo'lsak 1 plyusdan mana bu yig'indimiz ayirmamiz 19, 19 19 ga bo'lsak 1 teng A plyusdan x bo'ldi. Natijada mana bu tomonimiz 4 teng A plyusdan x bo'lib, x imizning qiymati 4 minusdan A ga teng ekan. Javob B javobga to'g'ri kelyapti. A ning qanday eng kichik natural qiymatida ifodani qiymati butun son bo'ladi degan, demak, oldin hisoblab olishimiz kerak. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, 4 6 15 uchun mahraj 60 bo'ladi. 60 bo'ladigan bo'lsa, mana yerda nechta tegadi bunga? Xo'p, 15 ta tegar ekan. 15 plyusdan bungacha desa, bunga xo'p 10 ta tegar ekan. Plyusdan bungacha 4 ta tegar ekan. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, 25 shu 29 taqsim 60 ko'paygan A bo'ldi. Mana bu A sonimiz 60 ga teng bo'lganda, 60 ga teng bo'lganda ifodaning qiymati natural son bo'lar ekan. Xo'p, mana bu tomondagi misollarni ham hisoblab olishimiz kerak. Xo'p, bu tomondagi misollarni ham hisoblaydigan bo'lsak, qaranglar, butundan butundan kasrdan kasrga ayirish kerak. 4 dan 1 da ayiradigan bo'lsak 3 bo'ladi. Mana 2 bilan 3 ga mahraj 6. Xo'p, nima bo'ladi? Mana shu joyda. Xo'p. Sal kichkinaroq yozamiz. 4 dan 1 da ayirsak 3. Mana ikkalasi uchun mahraj 6. Bunga tegar ekan 3 ta. 3 bunga tegar ekan. Xo'p, 2 ta 4 to'p bo'ladi. Ko'paygan 17 ga 1 ni ko'paytirib 17, 17 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsa 24 taqsim 17 plyusdan 2 dan 1 da ayirsak 1. Ikkalasiga mahraj 12. Xo'p, bunga 3 ta tegadi. Minusdan bunga 4 ta tegadi. Ko'paygan 18 taqsim 11. Hisoblaymiz. Mana bunimizning qiymati, xo'p, nima bo'ladi?
aytimiz -1 bo'lganligi uchun bitta kametrga yozamiz. 2 butun mahraj 6, 6 dan 1 ayiradigan bo'lsak 5 ko'paygan 24 taqsim 17 plyusdan bunimiz -1 bo'lganligi uchun bitta kametramiz mana buni. Shunda mana bu yerimiz 12 bo'ladi, mana bu yerimiz 11 bo'ladi. Ko'paygan 18 taqsim demak 11. 11 bilan 11 ketadi. 18 ni 12 6 ga qisqarsam aytdi 2 mana yerda 3 qoldi. Hisobga olib qo'yamiz. Buni noto'g'ri kasrga aylantirsak, xo'p 17 taqsim demak 6 ko'paygan 24 taqsim 17 plyusdan 3 taqsim 2 bo'lar ekan. 17 bilan 17 24 bilan 6 ketsa mana yerda 4 qoldi. Demak 4 plyusdan 1,1 taqsim 2 desak 5,1 taqsim 2 degan javobga erishib olar ekanmiz. D javob ekan. Xo'p, ana endi navbatdagi misolimiz umumiy mahraj berib hisoblaymiz. Qaranglar, 2 ko'paygan 1 taqsim 2 plyusdan 3 ko'paygan 2 taqsim 3 plyusdan 4 ko'paygan 3 taqsim 4 va hokazo 10 ko'paygan 9 taqsim 10 bo'ladi. Qisqarib ketish natijasida mana bunaqasiga natija 1 plus 2 plyusdan 3 va hokazo 9 gacha. Men o'rgatganman. Birinchi songa oxirgi sonni qo'shib 2 ga bo'lamiz 5. Nechta son bo'lsa shuni ko'paytirish kerak 9 ta. Demak javobimiz 45 ga teng bo'lar ekan. Ana endi mana bu natros sonlar ekan. A, B, C shu tenglik o'rinli bo'lsa o'sish tartibida joylashtir. Berilgan kasrlarni suratlari teng bo'lsa, mahraji kichik, ularning eng kattasi bo'ladi deganligi uchun, demak C sonimiz eng kichigi bo'ladi. Undan keyin B sonimiz bo'ladi. Undan keyin demak A sonimiz bo'ladi. C, B, A degan javobga erishib oldik. Demak bu javob C javobda kelyapti ekan. Xo'p, mana bunday ko'rishdagi misol kelgan. Demak, ketma-ket natros sonlar bo'lsa, demak bular mana bunaqasiga qisqarishni boshlab. Xo'p, nima bo'ladi? Demak 2 bilan 2 ketar ekan, 3 bilan 3 ketar ekan, 4 bilan demak 4 ketib qolsa, shunda xo'p A taqsim 1 emas, demak B ham ketib qoladi xullas bu yerda. A miz nimaga teng bo'ladi? 200 ga teng bo'lsa, demak A taqsim B ketma-ket bo'lganligi uchun birinchi B keladi, keyin A keladi. Shuning uchun 200 taqsim 199 bo'ladi ekan. Demak 200 ga qo'shishimiz kerak ekan 199 ni. Natija 399 ga teng bo'lyapti. Demak bu javob. Xo'p, A javobda keltirilyapti. Mana bu yig'inini hisoblang degan. Demak nima qilamiz? Hozirgidek misol bu, ya'ni 80 ga 1 ni qo'shamiz. 81 taqsim 2 ko'paytiramiz 80 ga bo'lamiz 160 ga. Xo'p, natijada 160 bilan mana bu 80 ketsa mana 2 qoldi. Natija 81 taqsim 2 taqsim 2 bo'lib 81 taqsim 4 bo'ldi. 81 4 ga bo'ladigan bo'lsa 20,1 taqsim 4 bo'lib C javobga erishib olyapmiz ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz mana bunday ko'rinishda kelgan. Bularni xudo xolasa keyingi nimalarda video darsida tahlil qilamiz.